Hammasi do'stlar shundan boshlandi. Qishloqda bittayam odam qolmadi va faqat men qoldim do'stlar. Endi bu yog'iga hamma o'zi uchun harakat qiladi do'stlar. Endi shu kabi men ham tirik qolishga harakat qilaman do'stlar. Va do'stlar, hammaga salom va bu bir hafta bo'ldi va zombi apokalipsis boshlanganiga. Va endi do'stlar harakatni boshlasak, menga hozir do'stlar qurol kerak va ovqatlar kerak do'stlar. Va meni yangi maqsadim do'stlar shaharga borish. Va hozir ana brat nima kim uyga borib qurol olishim kerak do'stlar. Hozir sekin cho'chaga kelib. Voy do'stlar, cho'chaga chiqib bo'lmaydi. Shu yerdan qoqaman bularni. Do'stlar, shunaqa o'ldiraman do'stlar. Ana hamma yoq qon bo'lib yotibdi do'stlar. O'lib qolmasam bo'lgani do'stlar. Mana do'stlar, bular yonadi ertalab. Mana sekin do'stlar. Va do'stlar, hozir o'lmayman degan umiddaman do'stlar. Hozir ovqat yeb olishim kerak. Va do'stlar, shaharga borish kerak. Bu narsalarni olamiz va bu uyimni joyini ochib qo'yib ketaman va do'stlar, yugurib tezroq borishimiz kerak. Do'stlar, yaxshi va bu yerdagi zombiga aylanib shekilli va sandiqmi do'stlar? Ha, bu yerda pul va boshqa narsalar do'stlar. Va do'stlar, yaxshi mana va biz qurol narsalarni topdik va endi bu yerdan sekin ketsa bo'ladi do'stlar. Va bu yerda skeletlar hali ham turibdi va men shaharga borishim kerak. Bu yerdan battar bo'lyapti, to'g'ri, lekin bu yerda yashash osonroq do'stlar. Voy, o'lib yotishga kerak. Merni yoniga kirishchi. Ha do'stlar, o'zim ham bilgandim merni shu ahvolga kelishi. Yo-mayo, oyog'i bilan boshini uzib olib ketishibdi. Va yaxshi, endi men bug'doydan olib olishim kerak do'stlar. Chunki menga yeguligim kam do'stlar, shuning uchun yeyishga kerak bo'ladi do'stlar. Baribir ham olishim kerak do'stlar. Benzinim ham yetarli mashinamda do'stlar. Hali hech qayerga chiqqanim ham yo'q. O'zimni polizimni ham yig'ishtiraman do'stlar va voy do'stlar, yana qayoqlarda bor ekan do'stlar, otib tashlayveramiz. Endi bizda qurol bor do'stlar. Endi qo'rqmasak ham bo'ladi. Lekin shunda ham ehtiyot yurishimiz kerak do'stlar. Bitta potato yuboramiz va do'stlar, endi uylarga kirib narsalar olsam bo'ladi do'stlar. Hozir zombilar ko'rinmayapti. Nima? Maraz deb yozib qo'yibdi do'stlar. Bu uyga kirib ko'ramiz do'stlar, nima bor ekan do'stlar. Sandiq bor ekan. Yaxshi do'stlar. Bu joyda hech nima yo'q. Albatta hamma narsani olib ketgan qishloqlar do'stlar. Va do'stlar, bu qiz ham olibdi. Mark boboni nabirasi. Va do'stlar, men shunaqa qilib ketaman do'stlar bu yerlardan do'stlar. Va mana bu pistolni nimasi do'stlar. Va men verstagimdan bulardan non yasab olishim kerak do'stlar. Mana o'zimga yetadigan non ham yasadim. Endi do'stlar, shaharga borsam bo'lgani do'stlar. Bu yerlarda kirkam bor o'zimni va ovqatlarni olaman do'stlar, chunki ovqatlar kerak do'stlar. Konservalarni yeyish kerak. Bunda 3 ta bor ekan. Yaxshi, buni yeymiz do'stlar va bosh qolgan konserva qutisini va telefonimni olaman do'stlar. Va bu yerda hech nima kerak emas, baribir aloqa yo'q do'stlar.
Va endi ketsam bo'ladi do'stlar. Baribir ham qo'lga pistolet olishim kerak do'stlar. Yaxshi zombilar ko'rinmayapti do'stlar. Ertalab kam bo'ladi o'zi zombilar do'stlar. Yaxshi bu yerlarda yo'q va endi men ketsam bo'ladi do'stlar. Va mashinamni ochamiz va endi shaharga qarab ketdik do'stlar. Sekin chiqaramiz, zombilar ko'rib yo'q-mayo do'stlar, sekin do'stlar, asta sekin. Yaxshi, mana zombilarning ovozi chiqyapti do'stlar va men shaharga ketdim do'stlar. Va mana do'stlar shaharga keldim va endi o'zimga odamlar va bir o'zimga yashashimga joy topsam bo'lgani do'stlar. Shaharda unchalik zombilar ko'rinmaydi do'stlar. Yoki harbiylarning yoniga boraymi? Yo'q, u yerda meni ham nima qilishadi do'stlar? Zombilarni o'ldirishda o'z harbiy qilib qo'yishadi. Men shuning uchun bormaganim ma'qulroq do'st. Zombi bo'lmasa bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni zombi tishlamagan? Afsuski zombi tishlagan. Meni otib tashlang, iltimos. Men qiynalib o'lishni xohlamayman. Xo'p, sizni otib tashlaganim bo'lsin. Xayr. Ha do'stlar, mana Jichel o'z jonining qurbon qilgan nima desanglar, uni zombi tishlab olgan do'stlar. Shu kvartiraga kirib o'taman, shu do'stim bag bo'lib qoldi do'stlar. Shu yerda do'stim yashar edi desam, bu yerda zombilar bor ekan do'stlar. Kelinglar, sekin kirib o'taman va bu yerda hech nima yo'q. Bu yerda-chi do'stlar? Bu yerda ham hech kim ko'rmayapti. Demak, bu yerni yopib tashlaganim ma'qulroq. Va mana bu yerda xona bor ekan do'stlar. Yaxshi, lekin bu ochilmayapti bu zamon do'stlar. Va bu yerda oshxona bo'lsa kerak, ha, lekin oshxonasini olib tashlabdi do'stlar. Zombi yuribdi do'stlar shu yerlarda va men tinch uxlashim uchun va mana do'stlar, va mana yaramas. Yaxshi do'stlar. Yana yo'qmikin? Hozircha tushamiz va do'stlar. Ko'chaga chiqadigan yo'lni topib chiqishim kerak va mashinamni qulflashim kerak do'stlar. Yaxshi, mashinam qulflandi endi. Do'stlar, men o'zimga do'st topishim kerak. Ha, men bir o'zim jinni bo'lib qolaman bu katta shaharda do'stlar. Endi bu yerdan chiqaman. Bunday qo'yib oson ekan do'stlar chiqish. Olib yotibdi ekan zombilar. Va do'stlar, endi o'zimga do'st topishim kerak do'stlar. Men jinni bo'lib qolaman bu katta shaharda bitta o'zim do'stlar. Va yaxshi do'stlar, endi bu yerdan chiqib olishim kerak. Mana va bu yerga qo'yib sekin chiqaman. Yaxshi do'stlar. Jichel ruhi bir nima bo'lyapti do'stlar. Yana borib ko'rishchi do'stlar, mashinani seni ham ko'rishchi do'stlar, benzini bor ekan va yaxshi do'stlar, hozir bu narsasini o'chiramiz va do'stlar buni ham do'stlar mashinam yoniga qo'yaman. Mana do'stlar, shuni turaversin do'stlar. Va endi do'stlar sizlar bilan xayrlashsam bo'ladi do'stlar. Hammaga xayr. Sizlar bilan men Fenok bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha